Assalomu alaykum. Efirda kun xabarlari kanali. Kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Axios agentligining axborotiga ko'ra, 16 fevral kuni Eronning g'arbida joylashgan Iroq bilan chegaradosh hududi Ilan shahrida fuqarolar hukumatga qarshi namoyishlarni boshlagan. Namoyishchilar Xomanayga o'lim shiori ostida hattoki hokimiyat binosi tomonga ham harakatlangan. Hozircha Eron hukumati ushbu tartibsizliklar haqida hech narsa demayapti. Yana shuni qo'shimcha qilish mumkinki, Eron ichki ishlar qo'shinlari hamda fuqarolar o'rtasida hech qanday janjal yoki jarohatlanganlar, halok bo'lganlar haqida ham hech qanday ma'lumot yo'q do'stlar. Axios agentligining xabar berishicha, ushbu tartibsizliklarda Qo'shma Shtatlarning qo'li borligi xabar qilinmoqda. Yana shuni qo'shimcha qilish mumkinki, do'stlar, Amerikaning eng urushsevar senatorlaridan biri Lindsey Graham X tarmog'ida 15 fevral kuni tezkorlik bilan Eronga harbiy operatsiyani boshlashni Donald Trampga maslahat bergan edi. Lindsey Graham X tarmog'iga yana shuni qo'shimcha qilganki, Eron xalqining ko'z yoshlari yaqinda tugaydi. Ushbu davlat tez orada ag'dariladi deb yozib qoldirgan. Undan avvalroq esa Qo'shma Shtatlarning yuqori lavozimli ishchisi Scott Bessent Kongressga topshirgan o'z intervyusida Qo'shma Shtatlar Erondagi barcha tartibsizliklarni moliyalashtirgani haqida ma'lumot bergan edi. Axios axborot agentligining xabariga ko'ra, Eronning Ilan shahrida boshlangan tartibsizliklar Qo'shma Shtatlar Eron operatsiyasini boshlanishi hisoblanadi do'stlar. Hurmatli do'stlar, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'ling, like bosib, bizni kanalni qo'llab-quvvatlang. Albatta, efirdagi kamchiliklar uchun uzr so'raymiz do'stlar. Eron Islom Respublikasi Qo'shma Shtatlarga rasmiy javob berdi. Eron atrofidagi muammolar ko'paygan bir paytda Qo'shma Shtatlar Erondan o'z rasmiy javobini oldi va Qo'shma Shtatlarga Eron shunday dedi: hech qachon yadroviy dastur bo'yicha muzokaralar o'tkazilmaydi. Yadroviy dastur bo'yicha muzokaralar butunlay to'xtatildi desa ham bo'ladi. Endilikda ko'zda tutilgan Jenevadagi Eron va AQSh o'rtasidagi yadroviy dastur bo'yicha kelishuvni chippakka chiqdi desa ham bo'ladi do'stlar. Majlisbozliklar hamda kelishuvbozliklar endi o'z yakuniga yetdi. Navbat qurollarga keldimi do'stlar? Reuters'ning xabar berishicha, Qo'shma Shtatlar prezidenti tinchliksevar Donald Trump Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuning tashabbusini butkul qo'llab-quvvatlaydi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eronga zarba berish ruxsatini Donald Trampdan olgani haqida Reuters xabar berdi. Reuters'ning xabar berishicha, tinchliksevar Donald Trump Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuga Eronning yadroviy dasturini yo'q qilish haqidagi rejasini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qilgan. Agar Isroil Eronga hujumga o'tsa, Qo'shma Shtatlar ham qarab turmaydi do'stlar. Qo'shma Shtatlarning harbiy samolyotlari Isroilning qiruvchi samolyotlarini havoda yoqilg'i bilan ta'minlashini iddao qilmoqda. Hurmatli do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling, like bosib, bizni qo'llab-quvvatlang. Efirdagi kamchiliklar uchun albatta uzr so'raymiz do'stlar. Bizni kuzatishda davom eting va o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Albatta bu biz uchun juda qiziq.